Hammaga salom do'stlar. Sizlar mana yana o'sha Real Ziyod kanali va bugungi videomizda yana o'sha qishlog'imizni rivojlantiramiz va bugungi video rolikimizda hozir nima qilsak bo'ladi? Bugungi video rolikimizda nimadir o'ylab topamiz. Bitta gap. Aytgancha mana tarafda ham bitta qishloq bor, qo'shni qishloq. Qaysi tarafda edi? Mana shu tarafda qo'shni qishloq bor. Mana shu tarafdami hozir? Mana. Bu bizning qo'shni qishlog'imiz, ancha katta qishloq, mana ko'ryapsizlar. Ularda manaqa bashnya bor, mana bashnya bor. Mana ancha katta qishloq. Rivojlantirish o'zi qiyin. Mana shu qishloq. O'ta katta qishloq ekan. Endi bu bir mashtog' qo'shnimiz mana shu yerda mening qishlog'im mana mening qishlog'im. Va endi nima qilamiz? Hozir endi bu yerdan nima qilsak bo'ladi? Aytgancha mana bitta qaranglar, qishloqlar tusha olmayapti yerga potirab. Jinni qayerdadir yurib tusha olmasin. Yordam beraman senga. Tush. Endi menga bitta yo'l quraylik, ana latalar tushish uchun. Mana yerdan yo'l qilsam. Hamma o'zi bilan o'zi ovora yotibdi. Menga bunday qilib qo'y. Potirashlik uchun. Shu chiqadi bunday bo'lgan ko'rsat tushib qolmasin. Xo'sh, bu muammodan ham qutuldik. Endi nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Endi suv ombor quramiz, suv. Vishka shunaqalar. Xo'sh do'stlar, mana shunday yer qilib oldim va bu yerga endi vishka shunaqa suv qilamiz, ular suv ombormi? Nima narsa qilamiz? Birinchi o'rinda manaqa baland joy qilamiz, tagin kattaroq suv to'playdigan joy qilamiz. Katta vishka. Hozir bunday qilamiz. Mana shu bunday qilsam. Xizmatlar qilmash kerak. Deysa yo'q. Nimaga unaqa boryapman deb. Hozir mana shu yerda voy, nima har doim yo'l o'tganda yomg'ir qishqirib kelyapti. Qilaylik, qishqirib kelyapti. Yana bir qator qilay. Bo'ldi. Menga kanal qilib qo'ymasa bo'lmaydi. Bitta mana hozir yorug'lik. Xullas. Bu narsadan qo'yib qo'ying.
nimaligini bilmayman. Baqa, xullas baqani shunaqa narsasi. Baqa beradi. Xo'sh, mana bu yerga suv to'ldirib chiqamiz. Bu suv ombori. Hozir